Bugun O'zbekiston milliy terma jamoasi Jahon chempionati saralash bosqichi doirasida Birlashgan Arab Amirliklariga qarshi maydonga tushadi. Uchrashuvdan oldin tashkil etilgan matbuot anjumanida terma jamoamiz bosh murabbiyi Temur Kapadze ishtirok etib, o'yin borasida o'z fikrlarini bildirib o'tdi. Bugun bizni muhim o'yin kutib turibdi. Hamma futbolchilar sog'-salomat. Bu yerda sizlarni ko'rganimdan xursandman. Raqib jamoaning yangi murabbiyini o'rganib chiqdik va tayyorgarligimiz yaxshi. Raqibni o'rganishga harakat qildik. Biroq birinchi navbatda o'zimizning o'yinimizga e'tibor qaratamiz. Bu darajaga yetganimizning asosiy sababi bu futbolchilarning ishtiyoqi. Bugun ham g'alaba qozonishga harakat qilamiz. Eng asosiysi hammasi o'zimizning qo'limizda, deya o'z so'zlarini yakunlaydi Temur Kapadze. Shuningdek, matbuot anjumanida ishtirok etgan Jaloliddin Masharipov ham bugungi o'yin borasida o'z fikrlarini bildirib o'tdi. Hayotimda birinchi bor bunday bosqichga yetib keldik. Bugun tarix yaratishimiz va o'zbek xalqiga quvonch ulashishimiz lozim. Barcha uchun qo'ldan kelgancha katta bayram qilib berishga harakat qilamiz. Bu yergacha kelganimiz bekorga emas. Vaqt keldi va biz Jahon chempionatiga borishimiz kerak. Bugun o'zimizni oqlashga haqqimiz yo'q. Shu paytgacha oqlab keldik. Maqsadimiz butun O'zbekistonni xursand qilish, deya o'z so'zlarini yakunlaydi Jaloliddin Masharipov. Bundan tashqari, raqib jamoa bosh murabbiyi Kosmin Alariyu ham O'zbekistonga qarshi o'yin borasida o'z fikrlarini bildirib o'tdi. Bizni bu guruhda eng yaxshi jamoalardan biriga qarshi o'yin kutib turibdi. Biz mazkur bahsga jiddiy tayyorgarlik ko'rdik. Bu katta o'yin va katta jang. Biz o'z kuchimizga ishonamiz va oxirigacha kurashamiz. Men bu yerga yordam berish uchun keldim. Jahon chempionatiga chiqish bu termaning orzusi va bu orzu amalga oshish uchun katta ishtiyoq bilan yondashish kerak. O'zbekiston Osiyodagi eng kuchli terma jamoalardan biri. Ammo men faoliyatim davomida juda ko'p kuchli jamoalarni ko'rganman. Bu oddiy o'yin bo'lmaydi. Biz jang qilamiz, deya o'z so'zlarini yakunlaydi Kosmin Alariyu. Shuningdek, matbuot anjumanida ishtirok etgan Xolid Eysa ham bugungi o'yin borasida o'z fikrlarini bildirib o'tdi. Menimcha o'yin ikki jamoa uchun ham oson bo'lmaydi. Biz oson o'yin kutmayapmiz. Biz o'zimizga va murabbiyimizga ishonamiz hamda bugungi bahsda muvaffaqiyat qozonishga harakat qilamiz. Biz Jahon chempionatiga chiqishimizga ishonamiz. Federatsiya, futbolchilar, umuman hamma muxlislar bizni qo'llab-quvvatlashini kutyapmiz. Bugungi bellashuvda buning uchun nima qilish kerak bo'lsa, hammasini qilamiz, deya o'z so'zlarini yakunlaydi Xolid Eysa. Eslatib o'tamiz, mazkur o'yin bugun Toshkent vaqti bilan soat 21:00 da start oladi. Ushbu bahsdagi durang natija ham bizni mundialga olib chiqadi.